Benim adım Sadirov Almazbek. O'zbekiston Respublikasiga keldik. Tajribayı algani keldik. Sizlerden öğrenip ketaylik deb sizlerden kelganlar. Hozirgi qilgan ishlaringizlar yaxshi, egillikdi, yaxshi önügüp sizler prezidentlarga rahmat, shu ellerge adamlarga mülkçülük verip, barbayga işti, komsuzda verip atkansizler. Şu bizim bilgende sizlerden öğrenip geldik. Biz dağın özümüz misal Kırgızstanda turganımız menen biz yakın ele mına Qadamjay rayonu Farganaga yakın. Alan sizlerin telekanallarınızdan sizlerde qanday işlerde bolup atkanını biz görüp turabız. Sizlerde işinizler yaxşı ketdi, aldıga ketdi. Bizden Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov dağın hazırkı dehqanlarga yaxşı mümkünçülük berip atar. Önügüңүздөр bizden aldı da. İki mamlakettin eli, prezidentleri maşında yaxşı bir-birine mamile kılıp işleri aldığa jüre versinler. Üzüm, kızıl üzüm ekilgen texnik sort. Tabkveri. Kızıl üzüm. Judayam hosildor bu. Keyin bu üzümde sovuqqa chidamliligi bor, kasallikka chidamliligi bor. Keyin ko'p hosil berishi bor. Keyin sokadacha deydi. O'sha soki ham ko'p. Keyin kislotni, sahr, o'sha qand miqdori hammasi joyida bo'ladi. Bundan tayyorlangan vinoni biz hozir Baltiq bo'yi mana Rossiya, Xitoyda ekiladi. 2 3 qator sim nima qilinadi. 1 gektarga 1600 ta stalba ketadi. 1416 ta ketadi. 446 ta stalba 1600 ta ko'chat ketadi. Buni qilsalaringiz yon qilmaysizlar hech qachon. 400 ta nima ketadi, stalba ketadi. Arenda pulati qancha to'lashdi davlatga, mamlakatga? Ha, mamlakatga. Arenda bo'lgan. Ha, hokimiyatda. 1 gektardan qancha? 1 gektardan 10 tonnadan 20 tonna. Bir yarim tonna olotov. Keyin davlat bizga nima bergan? Dollarda kredit bergan, biz olib kelib quyosh panel. Davrenya endi bu g'azot zavodi bor o'zimizda. Hamma yo'l ochiq. Pulni birjaga qo'ygan olib, agronom o'sha kerakli narsani o'sha haligi Balezinga qarshi, shiraga qarshi sepadi, tagiga nima kerak bo'lsa beradi. Bu narsa haligi biogumusmi, shunga o'xshagan narsalarni ham olib kelib beryapti. Yılda netlarda ishlov berasizlar? 6-7 marta ishlov beriladi. Udabreniya net marta berasiz? Udabreniya 3 marta beriladi. Agar yaxshi hosil bersa 2 marta ham beriladi. O'sha biogumus bilan hozir 1 gektardan 40 tonnadan olib beraman deyapti. Yengimiz rosa ko'p berdi, olsalaring beramiz. Bu yerda qanaqa navlar ekilgan? Bu yerda tabkver ekilgan hammasi. Endi bizda haligi nima deydi? Sartovoy pola deydi o'sha. Bittasini Cabernet Sauvignon, Aleatika. Zakazlarga qarab qilingan-da. Chunki terishi bizga shu vajnada, haligi vaqtida terib olish. Qo'lmen terisda-da. Ha, hozircha qo'ldan teramiz, endi ko'payib ketsa mashina ham teradi. Demak, kapelni qanday qilgansizlar? Kapelninga ham davlat bizga nima bergan kredit? O'sha olib kelib mutaxassis Turkiyadan kelgan qilib bergan. Qancha prosentdan bergan o'shuni? Prosent 7% ga ham bergan. Bunda kapelni emas ekan, paslar kapelnikan. Bu ham ko'p yerda tagida ham bor-da. Keyin bo'lganlar. Suv bizga nimadan keladi? Yo'q, oqsuv ham keladi, Qirg'izistondan keladi. Bu yerda 2,5 ming kubaga yaqin yama qilganmiz. O'sha yerga qishda suvni to'playmiz. Keyin mana shu suv tanqis bo'lganda nasoslar haydab beradi. Ko'masizlarmi o'zimda? O'zimda ko'masizlarmi? Shart emas. Buni ko'mish shart emas, lekin ko'miladigan joylari ham bor. Ana stolovoy sot deydi, xo'raki navlarida ko'mamiz. Morozostoyka ekan. Keyin anolimiz bor ekan Ozarbayjondan, uni ko'mamiz. Gilos ekkanmiz. Keyin nima ekkanmiz ozgina. Yong'oqdan ekdingiz. Yo'q, yong'oq emas. Smorodina ekkanmiz ozgina. Ko'chat o'stirish qanday sizlarda? Ko'chat pitomligimiz bor. Bizda alohida pitomlik bor. Boshida biz Toshkentdan olganmiz.
fermer xo'jaligidan hozirgi kunda o'zimiz yetishtiramiz. Shu kunda ko'chat bormi sotib olsangiz? Sotib olgani zakaz qilsangiz bor, hozir yo'q. Sizda laboratoriya bor shuni chiqargan? Laboratoriya bor. O'shaniki hozir ustanovkada olib kelib o'rnatib bo'lganmiz. Yana sortlar Sentyabrgacha yana Yo'q, bu bitta yo'q bizda. Yevropa Jahon banki moliyalashtirgan. O'sha ilmiy to'lovlar bir to'lab kelyapmiz. Nemeni? Mana bizni nemeni kelishim qilsak. Aytdim, dogovor qilganlar memorandum qilib turib, bu yil boshlashimiz kerak-da. Ko'chat. Yana aytdim-ku, shuncha gektar yer bizda turadi. Bizning Endi O'zbekiston rayonda hakim gubernatorimiz, zam gubernator, zam hakim turadi. Şu 5 gektar, 10 gektar, 20 gektar, 50 gektar eksperimentdan qilsak bo'ladi-da. bizda bo'lmasa topib beramiz aka. Ko'p O'zbekistonda. Buning uchun oldin hozir memorandum qilinadi-yu, kontraktga kiritib o'zlari gaplashib olishadi elektron. Bu yil qilaturgan boshlash kerak-da bu yil. Пожалуйста, bizda bo'lmasa boshqa fermer. Yo'q, hozir Oltiariqqa olib boraman. Yo'lda bitoga qilamizmi? Ha, o'sha yerda joy bormi? Sahhoji klasteri bor, uzumchilik klasteri. O'zi borib ham agar shu kelishimizga Garantiyasini ham beradi. Ana shu yaxshi ekan. Ammo ko'chatdan hech narsa bo'lmaydi. Birgalikda ishlaydi dedi. Ha, shunday. Nimachi? Ustaga issiqxonalar ham Ha, ko'ramiz. Wine Garden. Nomi. Ana kim ko'rganda sen bundaysan deb turadi. Davr o'raydi. Qizilqiyaga 50 kilometr. O'zgartirish emasmi? Ona rivojlanish yaxshi, ikki olyapmiz. Aprel o'rtalari pishadi, xudo xohlasa. Nari tomon. Gaplashib ko'ring, menga pasport qo'yib Chet tariqa vermanglar. Bo'shroq. Nima, ro'zi ham bo'shroq qilgan. Katta qopda. Tashkil qilishgan. Hozir bitta ozgina nimasini aytaymi? Hozir bizda shunaqa reforma bo'lyapti. Har bir oila tadbirkor degan davlat dasturi bor. Mana shu dasturda bitta tomoni bor. Har bitta xonadonga endi o'zini qiziqish doirasiga kirib 10 sotikdan 5 sotikgacha issiqxonalar qildi. Issiqxonani qurib, bitkizib, o'sha liniyaga ulab, ekinni ekib, xuddi mana bunaqa ipga tortyapti. Xuddi shunday holatga kelib pudratchaligi operator korxonalarimiz bor. Hali sizga aytayotgan uzun diyorda. O'shalar qilib tayyorlab beradi. 22-yil hozirgi holatga 22 millionga tushadi. 20 million, 25 milliongacha tushadi. Ha, 10 sotiklik nima? Issiqxona. 2,5 ming dollar bo'ladi-da. Ha, 2,5 ming dollarga. Plyonкасы qancha yil ochdi? Bir marta ishlatadi. Bir marta ishlatadi. Buni anaqasi bor. 5ligi, 1ligi, 10ligi degan narsa. Unda brazoviyda O'zimizdan chiqyapti-ku ham. Sho'rtan gaz kimyodan chiqadi, serial. O'shandan olib kelyapti Koreya texnologiyasi. Birinchi biz Koreyadan olib keldik, endi o'zimizda chiqaryapmiz. Shu 1ligi, 5ligi bor, u yillik darajasi bor. Biz 1 yilda ketadigani ham bor. Endi hozir eng kam 3 yilligini qilyapti. Kim bilayotgan bo'lsalar, Tbilisining orasiga yana bir qator topgan. Limonimiz bor, banana shunaqa. Loy ko'plashtirib, zamonaviylashtirib. Bissalarimiz ko'pi, mashina qilyapti. O'zi fotolar yernasi. Bakriyetel binasimi? Ha. Valichilardan olim deya xizmat qildim. Oturup.